Azizim o'zing doim yonimda bo'lgin. Sog'ib qolaman, sog'ibsizlik. Maysalarni shu berganda bahorga unutgim kelmaydi. Shaharga bor agar sevsasin, dilbar ko'zi qaram, dilbar qaldir ochma toshlaring, boshqa qara dilbar. Bu alamga chidolmayman, sensizlikka yo'lolmayman. Men o'zgani sevolmayman, seni har kun kutaman. So'nggi jonga Bilamiz, sizni bir qancha yaxshi loyihalaringiz bor, ancha uzoq yillardan beri davom etib keladi, an'anaga aylangan. Umuman buni siri sababi nimada? Umuman bu loyihalar yo'q bo'lib ketmasligiga, sizni nima undaydi bularda davom ettirib kelishingizga har yili? Aynan sen aziz va muqaddassan ayol konsert haqida gapirayotgan bo'lsangiz, siri sababi albatta ayollarimiz borligi. O'sha bu tadbir 99-yili birinchi marta o'tkazilgan, 99-2000, bu yoqdan 26 yil. Demak 28 yildan beri shu tadbirni o'tkazib kelyapmiz biz. Menimcha ayollarimizga, umuman xalqimizga bu tadbir yoqayapti. O'sha juda ham ko'p tadbirlarimiz pandemiyada ham to'xtab qoldi, qaysi bir sabablarga ko'ra. Lekin shunaqa bo'ldiki, bu o'sha pandemiya davrida ham to'xtagani yo'q. Bu konsertimiz o'tgandan keyin yana pandemiya to'xtab, yana davom etib ketgan. 28-yili hozir o'tkazishimiz. Sababi shu ayollarimiz bo'lsa kerak, salomat bo'lsin. San'atkorlarda taklif qilish, ularni ko'ndirish qanaqa kechadi? Baribir qiyinchiligi bormi? Qiyinchiligi yo'q. Biza juda ham ko'p san'atkorlarimiz bilan qadrdon bo'lib ketganmiz. Mana hozir bugun Murodil Hakimov bilan Dilnoza Ismiyaminova duet etdi. Birinchi duetda shu konsertda tug'ilgan Qaramaysiz dueti tug'ilgan edi 2000-yil. Qarang, 26 yil o'tgandan keyin yana ikkalasini taklif qilib, aynan shu konsert uchun o'sha Qaramaysizda duet qilgan edi. Bugun ham mana chiroyli duet ijro etishyapti, xalqimizga juda ham yoqayapti. O'shaning uchun san'atkorlar taklif qilamiz. Endi hech qachon san'atkorlarga biz zo'rlab chaqirmaymiz, yo'q anaqmaymiz. O'zi ko'p san'atkorlar o'zligini yangi qo'shuqligi bilan kelishadi. Yo bo'lmasa o'zimiz taklif qilamiz-da, o'shanga bir yangi qo'shiqni o'zimiz nima deydi, aranjirovkasida yordam beramiz, boshqa qilamiz. Hamkorlikda ishlanadi, hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Sizningcha ayol kishi uchun eng yaxshi sovg'a nima? Ayol kishi uchun eng yaxshi sovg'a umuman faqatgina shu bayramlarda sovg'a qilish kerak emas. Yil davomida ayol kishiga e'tibor qaratish kerak. Bu ayollarimiz, onalarimiz, singillarimiz, go'zal yorlarimiz. Ularga yil davomida biz e'tibor qaratib, qo'pol qilib aytganda nimasi shuni olib berishimiz kerak. Bolalarimizning onasi ular. Shunaqa deb o'ylayman. Bu konsertda adashmasam har yili Sultonali Rahmatov ham ishtirok etardi. Bir yili esimda o'zim ham qatnashganman. Uni menimcha baribir ham o'rni bor. Muxlislar ham baribir o'rganib qolgan edi. Bu bo'yicha fikrlaringiz? Albatta, shu Halima Xurdoyberdiyeva so'zi bilan aytiladigan o'sha boshdagi sen baribir muqaddassan muqaddas ayol qo'shig'ini aranjirovkasini Sultonali Rahmatov qilgan. Undan keyin men 3-4 yil oldin Sultonali bilan juda ham ko'p qo'shiqlarni yangitdan aranjirovka qilib, yana boshqatdan shu konsert dasturida chiqargan biz. Mana bugun ham hozir Sultonali Rahmatov o'lishidan oldin bir 10 kun, 20 kun, yo 20 kun emas, adashaman. 1 oy oldin shu qo'shiq yozgan edi. Shahrizoda Abdullayevaga. Ana o'sha qo'shiq hozir yangradi. Juda ham ko'p qo'shiqlarni biz Sultonali bilan shu tadbirda bo'ladigan qo'shiqlarni ishlaganmiz. Alloh rahmat qilsin deymiz. Har yili mana salkam 30 yildan buyon mart oyini boshida Sen aziz va muqaddassan ayol konsert dasturi Zamin studiyasi tomonidan tayyorlanadi va xalqimizga namoyish etiladi. Bu yerda juda ko'p ustozlarimiz 30 yil davomida konsertda ishtirok etib keladi. Biz ham ustozlarga havas qilib, mana men o'zimda ham ishtirok etib turganimga 15 yildan ziyod bo'ldi. Bu konsert meni o'zimda hayotimda, o'zimda ijodimda juda ham bir yuqori o'rinda turadi. Boisi men har yili onajonlarimiz, opa-singillarimiz uchun yangi qo'shiqlar qilib kelishga harakat qilaman. İşte bahor yangilanish, yasharish fasli deydi. Meni ham ijodimda yangilanish bo'ladi. Shuning uchun bu konsert men uchun ham juda ham bir qadrli.
Bu yil qanaqa qo'shiq tayyorladingiz? Meni keyingi paytda qo'shiqlarim hammasi shu bahor haqida bo'ladi. Bu safargisi ham bahor haqida. Shu maysalar nish urib kelganda bahor deb ataladi. Mana shu qo'shig'im bilan Xudo xohlasa qatnashyapman. Sizningcha ayol kishi uchun eng yaxshi sovg'a nima? Endi buni ayollarimiz ham o'zlari yaxshi bilishadi. Bu gulda albatta. Albatta ayollarimiz gulni ko'rganda guldek ochilishadi. Avvalambor assalomu alaykum. Bu konsertga, ya'ni Sen aziz va muqaddassan ayol konserti 28 yildan beri muxlislarga taqdim etilar ekan. Bir 20 yilida borman o. 20-22 yilida borman nasib etsa. Unda bu loyiha boshlanganda biz yosh bola edik. Ustozlar Mirzabek Xolmedov, Obid Asomovlar, Botir Muhammadxo'jayevlar, Sobit Asomovlar hamma qatnashgan. Qatnashmagan san'atkor yo'q. Bu shunaqa konsert, bu yerda tirikchilik qilib bo'lmaydi. Pul uchun kelinmaydi. Bu yerda faqat o'sha prestij, obro' e'tibor uchun, ayollarga bo'lgan hurmat uchun kelinadigan loyiha bu. Hamma shunaqa deb qabul qilgan. Rejissyorimiz Sadilla Abdullayev shuna telefon qiladi, muqaddas ayolga seni lozim ko'rdim desa, demak o'sha san'atkor baxtli san'atkor. Demak qo'shig'i ommabop, gapi demak qabul qiladigan, demak shu sahnaga o'sha loyihaga kerak odamlar chaqiriladi. Shuning uchun kelmagan odam yo'q bu loyihaga. Hamma kelgan. Bu yil ham mana 28-yilda ham anchagina san'atkorlarimiz kelib ayollarga xizmat qilyapmiz. Sizningcha ayollar uchun eng yaxshi hadya nima? Endi ayollar uchun eng yaxshi hadya endi gul deyshadi. Oldin shunaqa edi. Hozir pulini berib qo'ya qoling degan gaplar shunaqa chiqib ketgan. Hozir ayollarimiz bilmadim. Ya'ni dunyo qarashlari o'zgarib ketdimi? Qimmatbaho sovg'aga ko'proq yon bosishyapti. Masalan, ilgari bitta atirga ko'ngan bo'lsa, hozir atirga ko'nishmayapti to'g'risi. Hozir mashinamikin, ana iPhone 17 mikin o'lsin. Shunaqa narsalar bo'lsa, ayollar salgina, shunday 100% emas, bir 60-70% ga xursand bo'lishyapti. Ayollarning ko'nglini olish juda qiyin. Ayollarga qanday maslahat va ilhom bergan bo'lardingiz? Umuman motivatsion fikrlaringiz o'zingiz bor. Ayollar, mana shu yoningizda tog'day turgan kim bo'lishdan qat'iy nazar, qancha mablag' topishdan qat'iy nazar, eringlarni hurmat qilinglar, oilanglarni ehtiyot qilinglar, shuni o'zi yetarli. Sen aziz va muqaddassan ayol konsertida qatnashayotganimga salkam 20 yil bo'ladi yaqinda. Bir yillari masalan qatnasha olmay qolishimiz mumkin sabablarga ko'ra, lekin deyarli har doim bu konsertda biz qatnashamiz. Har xil yangi qo'shiqlarimiz bilan. Bu mening onam qo'shig'i chiqqandan boshlab, o'sha yildan boshlab ancha qatnashdik. Davom etmoqdamiz. Bu mening onam taronasi onalarni madh etuvchi asl qo'shiqqa aylandi. Yaralishidan oldin buni kutganmisiz? Bu darajadagi mashhurlikni kutganmisiz? Yo'q. Mashhurlik uchun aytmaganman chunki o'zimni onam uchun aytganman. Mashhur qiladi bu qo'shiq. Niyat boshqa bo'lgan. Niyat faqat onani xursand qilish, onamni xursand qilib, shu meni ham bolam shuncha yil o'qitdi, men uchun qo'shiq kuyladi. Har bitta ijodkor ota-ona haqida qo'shiq bo'lishi kerak-ku, lekin menda yo'q edi. Bu qo'shiqni 35 yoshimda kuyladim. Qarang, ancha ulg'ayib qolganimda, onalikni his qilganimda anglab tushunib onam uchun kuylaganman. Bu mashhurlik olib keldi. Bunisiga ham xursandman. Sizningcha ayol kishi uchun eng yaxshi sovg'a nima? Ayol kishi uchun, masalan, ona uchun farzandini o'z o'rnini topishi, farzandini har doim o'sha farzandini orqasidan bitta rahmat eshitsa ham, hamma sovg'adan, hamma hadyadan a'losi o'sha bo'ladi. Jamiyatda o'zini o'rnini topsa, o'sha bolasidan faxrlanib yursa, ayol uchun, ona uchun eng qimmatli sovg'a aynan mana shu. Bu sovg'ani qiymati juda qimmat. Lekin farzandlar ota-onani xursand qilish uchun maqsad sari borib, halol inson bo'lib, faqat ota-onasiga rahmat eshittirsa, biz uchun eng kattasi shu. Pulga sotib olib bo'lmaydi-da buni. Pulga ola olmaysiz buni. O'sha pulga ola olmaydigan hamma narsa qiymati baland bo'ladi. O'sha eng zo'r sovg'a bo'ladi. Moddiy narsachi, ya'ni sizga nima sovg'a qilishsa juda ham xursand bo'lgan bo'ladi. Bayram yaqin. Bayram yaqin gul. Aytishadi, guldan ko'ra pul deyshadi. Yo'q. Pulni hamma payt olaverasiz. Ehtiyojlaringizni kutib turadi bir xil ehtiyojlaringiz, xohlamaydi. Lekin nimagadir oxir paytlar qizlar gullarni sotishadi. Shunaqa narsalar chiqib ketibdi. Biz ham zamon bilan hamnafas yashaymiz. Lekin unaqa qilmaylar deyman.
uni har bitta narsani o'zini qadri bor. Sizga atalgan narsa pul topiladi. Har doim gul beradigan odam topilmay qolishi mumkin. O'shaning uchun gul yaxshi. Birinchi marta chiqishim bu konsertda. Ustozlar bilan bitta sahnada chiqish qilayotganimizni, bunaqa katta konsertlarda qatnashayotganimdan juda ham xursandman. Qanaqa qo'shiq bilan bugun? Bor o'shalarga bor. Bayramda ayollar uchun bayram sovg'asi nima deb o'ylaysiz? Eng yaxshi Eng yaxshi, eng muhimi. Eng muhimimi? Menimcha sovg'adan ham ko'ra e'tibor muhimroq deb o'ylayman. E'tibor bor joyda sovg'a tanlashga ham kayfiyat bo'ladi. E'tibor eng yaxshi sovg'a deb o'ylayman. O'zingiz onangizga, opa-singillarga qanaqa sovg'a berasiz har yil bayramga? Xo'p, guldan boshlanadi hammasi. Va nima deydi, har yilgi xohishlarga ko'ra. Men to'g'risi sovg'a deganda surpriz qilishni uncha yoqtirmayman. Birinchi o'chirda so'rayman. Nima xohlagan bo'lardingiz? Nima zarur? O'shanga qarab sovg'a tanlanadi. Har yil har xil sovg'a, lekin gul обязательно. To'g'risi men bu muqaddas ayol konsertiga bir 10 yil oldin menimcha chiqqan bo'lsam kerak. Undan keyin orada chiqmadim bu konsertga va bu yilgi konsertga mana shu yangi bir ayollar haqida qo'shiq qilganimizni taqdim etdik, eshitib ko'ring deb. Va shu qo'shiqni eshitib ko'rgandan keyin shu rahbar, rejissyor Sadulla aka meni shu konsertga taklif qilishdi. Albatta men juda ham xursandman, chunki biz san'atkorlar har doim o'sha xalq uchun, yurt uchun xizmat qilamiz va tayyormiz har doim. Shuning uchun ham men o'ylayman, to'g'ri, san'atkorlar juda ko'p, hammasini o'zini o'rni bor. Va men o'ylayman, mana bu ayol qo'shig'im barcha ayollarimizga, onajonlarimizga ma'qul kelgan degan umiddaman. Albatta, hozir mana sahnaga chiqdim, 3 kundan buyon shu konsertga qatnashyapman. Bu qo'shig'imni juda ham yaxshi qabul qilishyapti. Men o'zim ham xursand bo'lyapman. Sizningcha ayol kishi uchun eng yaxshi sovg'a nima? Men uchun to'g'risi sovg'alar to'g'ri juda ko'p. Ayollar sovg'ani yaxshi ko'rishadi, lekin men uchun eng katta sovg'a ayollarga bo'lgan hurmat, e'tibor. Bayram arafasida siz uchun eng unutilmas sovg'a nima bo'lgan 8-mart? Umuman shu yoshingizga qadar. Shu yoshimga qadar. To'g'risi men ilk hayotimda o'sha turmush qurgan paytlarimda turmush o'rtog'im menga o'sha har doim biladi, qimmat-qimmat sovg'alarni yaxshi ko'raman. Avtomobil sovg'a qilgan, brilliant sovg'a qilgan. Umuman bilasiz, ayollarni endi taqinchoqlarga juda ham o'ch bo'ladi va o'sha eng betakror sovg'alardan biri o'sha paytda men turmush qurgan paytda nima deydi, xorijiy mashinalar kam bo'lgan O'zbekistonda va menga Mercedes sovg'a qilgan xo'jayinim. To'g'risi o'shandan keyin men o'zi shofyorlikka o'qimagandim, o'shandan keyin men o'qiganman, pravo olganman, lekin juda kam haydaganman, chunki haydashni juda ham yomon ko'rardim. Qaysi ma'noda? O'sha paytda endi mashinalar rusmi boshqacha, o'zimizda o'sha rossiyskiy mashinalar bo'lardi. Meni mashinamni ko'rganda hamma ana qilib qolardida, o'sha hovliqib qolmaslik uchun men ham ularni ko'rib o'zimni yo'qotmasligim uchun rolga kam o'tirganman, xo'jayimni o'zi haydaganlar. Ayollarga maslahatlaringiz? Men o'ylayman, ayollarni o'zim ayol bo'lishimga qaramasdan ayollarni juda ham yaxshi ko'raman. Qizlarni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Chunki ayollar bor joyda go'zallik bo'ladi. Hozir yosh qizlarimizga, yosh ayollarimizga, turmush qurayotgan qizlarimizga men o'ylayman, har doim aql bilan, sabr bilan ish tutinglar. Chunki aql bo'lmasa, u yerda hech qachon barokat ham bo'lmaydi, tinchlik, xotirjamlik ham bo'lmaydi, oilani mustahkam ushlab qolish ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham men har doim ayollarga aytaman, achchiq chiqqanda har doim shaytonga hay beringlar. Albatta shayton sizlarni yo'ldan urishi mumkin, lekin har doim harakat qilinglar shu situatsiyadan chiqib ketishga. Hech qachon yengilmanglar. Hech qachon men bo'ldi, tugadim demanglar. Har doim o'zlaringni yaxshi ko'ringlar, o'zlaringni sevinglar, o'zlaringga qaranglar. Birinchi sizlar go'zal bo'lsalaring, sizlar o'zlaringni yaxshi ko'rsalaring, keyin boshqalar sizlarni yaxshi ko'radi. Bu konsertda birinchi marta qatnashdingizmi yoki an'anaga aylanganmi? Bu konsert qanchalik muhim fikrlaringiz? Yo'q, albatta bu konsertda avval ham qatnashganmiz. Endi men o'zi asli yashashim Xorazmda bo'lgani uchun shu mashhur Siqi nasibamiz qo'shib qolgan paytda mana shu kelib turamiz. Konsertga albatta bu konsert necha yillar davomida an'anaga aylangan, chiroyli xalqimizni yuragidan, dilidan joy olgan konsertlardan
deb o'ylayman. Shuning uchun mana shu yerda rizq nasibamiz qo'shilgan paytda albatta mana shu Sardor akamizning yonida turib, labbay deb xizmat qilishga harakat qilyapmiz. Bugun albatta xorazmcha qo'shiq bilan qatnashyapsiz. Albatta endi xorazmcha ashulalar bilan. Sizningcha ayol kishi uchun eng yaxshi sovg'a nima? Eng yaxshi sovg'a ayol kishi uchun endi birinchi navbatda baribir e'tibor. Shu e'tiborning ichida hammasi sovg'a ham kiradi, boshqasi ham kiradi. E'tibor eng asosiysi deb o'ylayman. Sizningcha ayol kishi uchun eng muhim sovg'a nima? Eng yaxshi. Bori hozir nimaga qurbing yetsa o'sha. Masalan, bugun aytaylik faqat bitta dona gul olib bera olasan. Imkoniyating shunga yetadi. Shunga ham xursand. Ertaga aytaylik avtomashina olib berishga qurbing yetadi. Demak, u avtomobil o'z egasini kutayotgan bo'ladi. Ayol kishiga masalan seni imkoniyating buncha bo'lsa-yu buncha narsa kerak emas. O'zingning imkoniyatingdan, holating, chunki bilib turishadi hammasi. Onangizmi, opa-singilingizmi, ayolingizmi, farzandingizmi, sizning qurbingiz nimaga yetishini aniq bilishadi. Shuning uchun sizning imkoniyatingiz darajasida ularni xushnud etish imkoniyatingiz qancha bo'lsa shuni ularga baxshid etishingiz o'zi kifoya. Shuning uchun eng muhimi shirin so'z, go'zal lutf, ularga e'tibor, yaxshimisan, bormisan, yo yaxshimisiz, tuzukmisiz, hol ahvol so'rash, xabar olish va ularni mushkulini oson qilish, har doim ko'mak berish, shuni o'zi katta bir himoya, katta bir qo'rg'on bo'la olish o'zi eng katta sovg'a bo'lsa kerak menimcha ayollar uchun. Yangi ijodlar bilan bugun konsertda chiqishlarimiz xudo xohlasa, ustozimiz O'zbekiston Respublikasi xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan duet kuylaganmiz. Yangi tandirdan uzilgan issiqqina nondek yangi qo'shiq kuni kecha premyerasi bo'ldi va aynan mana shu qo'shiq bilan mana shu konsertda chiqishlar qilyapmiz. Xudo xohlasa xalqimizga, muxlislarimizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Bayram arafasida turibmiz. Sizningcha ayol kishi uchun eng yaxshi sovg'a nima? Avvalo mehr, e'tibor. Keyin men o'ylaymanki, baribir gulni ko'rganda ayollar boshqacha bo'lib ketishadi. Shaxsan o'zimdan qiyos. Ming boshqa qimmatbaho sovg'alar kelganda ham bir gul, oddiygina bir chiroyli gul kelsa boshqacha ta'sirlanaman. Bilmadim. Shuning uchun men o'ylaymanki, ayollarimizga ko'proq guldastalar sovg'a qilishadi, menimcha. Ayollarga maslahat va bayram tilaklaringiz. Ayollarga maslahat qanaqa? Biz ayollar, ayniqsa o'zbek ayollari hamisha o'zimizni eng oxirgi o'ringa qo'yamiz. Qiz bolalik paytimizda ota-onamizni ko'proq ularni o'ylab, doim to'g'ri yurishga, aqlli ish qilishga harakat qilamiz. Turmushga chiqqandan keyin turmush o'rtog'imizni, qaynona-qaynotamizni, farzandli bo'lganimizdan keyin esa farzandlarimizni o'ylab ish qilishga harakat qilamiz. Men o'ylaymanki, o'zimizni qachon o'ylaymiz, qadrdon ayollarimiz, ozgina bo'lsa ham o'zimizni ham o'ylab turishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa o'zimizni sog'ligimizga yoki bir kayfiyatimizga, tushkunlikka tushib qolishimizga, har xil stresslar olishimizga duch kelishimiz mumkin, to'g'ri kelishi mumkin va bu holat esa oila a'zolarimizga ham ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun o'zimizga ham alohida vaqt ajrataylik, vaqtida dam olish kerak, vaqtida aylanishga chiqish kerak, vaqtida dunyo kezish kerak, hammasiga ulgursa bo'ladi. Va yana bir bor mana shu fursatdan foydalanib 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan munis onajonlarimiz, buvijonlarim, opa-singillarim hammanglarni chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog', salomat bo'linglar, shunaqa go'zal bo'lib yuringlar.